ijtimoiy tarmoqlarda 01 329 EKA Isuzu rusumli transport vositasi avariya holatini keltirib chiqarib, xavfli manevr qilganligi sababli vaqtimiz yarim maydonchasiga olib kelib, haydovchiga nisbatan tez tartibda chora ko'rdik. Hurmatli haydovchi, nima degan bo'lardingiz boshqa haydovchilarga? Ustakorlikni haydashni tavsiya etaman. Ko'rmadingizmi oldingizdan kelayotgan qarama-qarshidan kelayotgan transport vositasi? Ko'rmay qoldim. E'tibor bermadingizmi? E'tibor berolmay qoldim. Buning uchun uzr so'rayman. Boshqa bu holat takrorlanadi. Boshqa bu holat takrorlanadi. Yo'q. Boshqa holat takrorlanadi. Tegishli xulosa chiqardingizmi?